adrenalinni his qiladigan akalarimiz uchun, adrenalinni yoqtiradigan akalarimiz uchun bugungi obzorimizda Jak T8 pikapimiz bo'ladi. Xo'p, naqd наличиеda уже Farg'onada pikapimiz tayyor, oq rangidan. Kimga qanaqa rangi kerak bo'lsa, maksimal darajada yetkazib beramiz srazi. Xo'p, ko'rib turibsizlar bahaybatligini. Balonlar R18 razmerida 2 turbina bo'ladi. 191 ta ot kuchi, 4 tala vidish, ya'ni 4 tala balon tortadi. Haybatiga bitta baho beringlar. Takoy derski qilib ishlangan. Bu mashinamiz shahar ichida shu 10 ta 12 tagacha rasxod qiladi. Eshiklarida beskruchoy dastublari bor. Mana ko'rganlaringdek. Ochildi mana. Zavodskiy paroglar bilan chiqqan. Mashina ancha baland bo'lgani uchun zavodskiy paroglar qilib qo'ygan. Takoy. Bismillah. Ko'rib turganlaringdek salonda biz nima kutyapti? Multimedia rul, hop, cruise control, hop, takoy o'ziga yarasha rulcha qilib qo'yibdi. Tak. Rulda upravleniyasi adashmasam baland past ham shu darajada bo'lar ekan. Hop, sidinlarimiz ham mexanika. Tak, buni kachat qilganda balandroq, pastroq bo'ladi. Misol tushirsa bo'ladi. Orqaga oldinga. Mexanika takoy. Endi xo'p, mashina start stopda zavod bo'ladi. Ovozlarni tekshirish mumkin. Android monitorlar qilib qo'yilgan mashinaga klimat upravleniyasi bor ekan, konditsioner, pechka bor. Xo'p, upravleniyasi knobishni o'sha boshqariladi. Bu yerda nima kutyapti? Bu yerda takoy USB portlash telefonga hamda 12 volt uchun ozgina kichkina joyi bor ekan. Mashina mexanika, 6 tali korobka bo'ladi. Ko'rib turganlaringda rushni как o'zimizni Jigulilarga o'xshagan. Atak mexanikasini ham shu tezroq qilib ko'rdik. Вообще tortishlari bomba. Ovozlarga bitta baho berib qo'yasizlar. Agar bunga zaxlonka o'rnatadigan bo'lsa, umuman boshqa dunyo bo'lib qoladi. Lekin tortishlari chotki. 4 tala balon tortadi. Sidinalar ko'rib turibsizlar, terlatmaydigan perforatsiyali sidinadan bo'ladi, ya'ni yozgi kunda man terlatmaydi. Tak, bu mashinamizda уже aytadigan. Xo'p, yana nimasi qoldirsa, yana aytishimiz mumkin. Tak, orqada ham dubl kabina bo'lgan hisobiga bu yerda kengligini bitta ko'rsatib qo'yaylik. Tak. Xo'p, sidinasi ancha yumshoq ekan. Orqadagilar uchun ham bu yerda ozgincha kichkina narsa qo'ygan joy bor ekan. Shu boshqa qulayliklardan steklopodiyomnilar elektronik ozgincha ikki ko'rg'ich ishlatgan. Bu yoqda o'sha akvaprint xrom detallardan foydalanilgan. Akustikasi bor. Tak, mashinani ko'rib turganlaringdek, bagaj sig'imi. Bagaj sig'imi ham shu adashmasam 1.5 ga 1.5 bo'ladi. Kattagina bagaj sig'imiga ega ekan. Ko'rib turibsizlar, shilinmaydigan o'sha zashniklardan qilib qo'ygan. Takoy yuk yuklaganlaringda bu borti qirilib yoki shilinib ketmaydi. 1 tonnagacha yukni bemalol ko'tara oladi. Xo'p, endi xarid qilish usullari haqida gaplashadigan bo'lsak, xarid qilish usullari mashinamizga tak 25%, yo'g'i 30% boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan 5 yilgacha bemalol olib ketsalar ham bo'ladi. Mashinamizning tan narxi 314 million so'm bo'ladi. Bu avtomobilingizga hozircha faqat to'lov usullaridan naqd hamda avtokredit. Kimga shunaqangi mashinalar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldirdik, shular aloqaga chiqinglar.